Assalomu alaykum. Bugungi 5-darsimiz Chumare Chingurun Mannas Soyo. Dam olish kunlarda do'stim bilan uchrashdim. Mana endi biz o'tgan zamonni o'tamiz inshaalloh bu darsimizda. Bismillah deb darsni boshlaymiz. Har doimgidek inshaalloh lug'atlar tashlanadi. Bu yoqda уже tashlab ketib qolibmiz. Yoziladigan narsalar bor ekan. Xo'p. Koreys sanoqlari. Koreys sanoqlarida ikkita sanoq turi bor. Xitoy sanog'i bor, Koreys sanog'i bor. Koreys sanog'i xo'p birdan 100 gacha bo'lgani uchun, kam bo'lgani uchun ular insonlarga nisbatan, sanaladigan narsalarga nisbatan, insonlarning yoshlariga nisbatan va soatlariga nisbatan yursa, Xitoy sanog'i ko'p. Ular pulga nisbatan, oy, yil, xo'p, sanalarga nisbatan Xitoy ishlatiladi. Katta sanoq bo'lgani uchun. Mana birinchi ko'rayotganimiz bu Xitoy sanog'i. Il, I, Sam, Sa, O, Yuk, Chil, Pal, Ku, Ship. Bular Xitoy sanog'i. Va bor yo'yil dushanba, bayo'yil seshanba, suyo'yil chorshanba, mo'g'yo'yil. Hop, hammasi o'zi kelib, to'yo'yil shanba, eryo'yil yakshanba. Mana shunday joyda turibdi bularda. Shuni yozib, bularda o'zi lug'at tashlanib beriladi. Birinchi yodlab, keyin ko'ringlar. Birinchisi nalja va yo'il, sana va hafta kuni. Nalja sana, yo'il hafta kuni. Va grammatikasini tepada o'tganmiz. Demak, bu yoqda sanalarni ko'rib chiqarganmiz va pastda birinchi oylarni ko'rib chiqaylik. Xo'p, ilvul birinchi oy, yanvar. Bizda yanvar, fevral, dekabr, shu sentyabr deb ketamiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ularda qanday ekan? Birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy, 5-oy, 12-oy mana shunaqa aytilar ekan. Yanvar, fevral, dekabr emas. Ilvol birinchi oy, ivol ikkinchi oy, samvol uchinchi oy. Mana bu yerda yukvol bo'lish kerak, lekin yuvol bo'lyapti. Yuk o'zi olti, to'g'rimi? Lekin bu yerda qisqartirib yuvol bo'lyapti. Va mana yerda ham xuddi shunday shipvol emasda, shivol bo'lyapti. Talaffuzga xo'p, noto'g'rilik bo'lmasligi uchun p yo'q bo'ldi. Shivol 10-oy, shibirvol 11 va shibivol 12-oy, dekabr. Bular sanalarini ko'rib chiqasizlar. Endi bu yerda tepasi o'neri mo'chreyo. Bugun nechanchi sana? Ovul ku ireyo 5-oy 9-kun deyapti. Demak, mayni 9-kuni. Yana bitta narsani xo'p bilishimiz kerak. Beraylik mana. Kelishini qo'ydim. Xo'p. Mana bizda birinchi xo'p kun, keyin oy, keyin yil ketadi, to'g'rimi? Birinchi kun, keyin oy, keyin yil ketadi. Akabislarda naborot, birinchi yil, keyin oy, keyin kun yoziladi. Tug'ilgan kuningizni yozmoqchi bo'lsangiz, birinchi hop 2000 ketdi, keyin oyni yozasiz, keyin kunni yozishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday. Bizda bo'ladigan bo'lsa, mana bunday yozamiz. Birinchi hop 23 09 2000 qilishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunday bo'lishi kerak. Ularda xo'p, bunaqada naborot yoziladi. Shunday. Xo'p. Va il so'zini 3 ta tarjimasi bor. Il bir degani, sanoqdagi oddiy bir degani, il ish degani va ilni yana bitta tarjimasi kun degani. Bu yoqda kun degan tarjima. 5-oy 9-kun degan tarjima bilan keladi. Tushuninglar, 3 ta tarjimasi bor. Ish, kun va bir degan tarjimasi bor. Onere mo'chreyo bugun nechinchi sana? Yuvol ireyo
6 oy 6 kun deyapti. Shixomi 언제예요? imtihoning imtihoningiz qachon? Palvul 23ireyo. 8-oy 23kun deyapti va bu yoqda hafta kunlarini qanday joylashishni ko'rsatyapti. O늘이 무슨 요일이에요? Bugun haftani qaysi kuni? Biz ham shunaqa narsa bo'lib qoladi. Juda ham agar o'qishga berilmagan yoki hafta kunlariga sanaga ahamiyat bermasak, bugun hafta kunini qaysi kuni deb o'zimiz ham savol beramiz-ku. Kim yo'yreyo? Juma deyapti. O늘이 무슨 요일이에요? Bugun haftaning qaysi kuni? 토요일이에요. Shanba. 오늘이 목요일이에요. Bugun xo'p payshanbami? Yo'q, 수요일이에요. Yo'q, chorshanba debdi. Xo'p, endi grammatikasiga keldik. Grammatikamiz tepada rosa keldi, to'g'rimi? Issoyo, kayo. Endi buni farqini ko'rib chiqamiz. Grammatikamizni farqini yaxshilab ko'rib chiqamiz. Xo'p, grammatikasi ikkita da va ga degan tarjimalari bor. Qachon ga, qachon da. Qachonki vaqtlarga nisbatan bo'lsa, da degan tarjimani beradi va yo'nalishga nisbatan bo'lsa, yo'nalishga nisbatan bo'lsa, ga degan tarjimani beradi. Dushanbada deymiz, to'g'rimi? Yoki bahorda deymiz, to'g'rimi? 24-kunda ekzamenim bor deymiz, to'g'rimi? Bu vaqtlarga nisbatan ketyapti va unda nima beryapti? Da degan tarjimani beryapti. Yo'nalishga nisbatan bo'lsa, bitta narsa yozay. Voy. Yo ire pati patiga iso yo'q deylik. Xo'p, seshanbada bazm bor. Bu yoqda nima bo'lyapti? Seshanba vaqtlarga nisbatan kirgani uchun da degan tarjimani beryapti. Bu yoqda bu kitobda hammasini bittada mukammal bermasligi mumkin. Men bu narsani qo'shib ketyapman. Yo'nalishga nisbatan ga beryapti. Nima bo'ladi? Mana bu yoqda chibe kayu uyga ketyapman. Ko'ryapmiz-a? Yo'nalishga nisbatan nima bo'lyapti? Va bu yoqda shu vaqtlarga nisbatan da degan bunga ga degan tarjimani beradi. Ikkalasini bitta joyga qo'yish mumkinmi? Mumkin. Aytishimiz mumkin. 24-ire hamburger kayu ikkalasini bitta joyda beramiz. Faqat tarjimasini qilishda bu vaqtga nisbatan, bu bo'lsa yo'nalishga nisbatan ketayotganini bilishimiz kerak. Siz ayta olmaysiz, 24-kunga Koreyaga ketaman. Bo'lmaydi, to'g'rimi? 24-kunda Koreyaga ketaman deshingiz kerak bo'ladi. Yozib olasiz bu narsalarni ham. Pastdagisini endi o'qib chiqamiz. Xo'p. 토요일에 뭐 해요? Xo'p, shanbada nima qilasiz? 친구하고 영화를 봐요. Do'stim bilan kino ko'ramiz, deyapti. Bu yoqda faqat vaqtlarga nisbatan tushuntirgan bo'lish kerak. Xo'p, Christmas에 친구하고 파티를 해요. Xo'p, Christmas'i bu Christmasda do'stim bilan bazm qilamiz. 월요일에 뭐 해요? Dushanbada nima qilasiz? 월요일은 영어를 배워요. Dushanbada ingliz tilida darsim bor, dars qilaman, deyapti. Pastdagilarni ham ko'rib chiqamiz. 목요일 bu payshanba, 목요일에 뭐 해요? Payshanbada nima qilasiz? 목요일에는 taekvondo를 배워요. Payshanbada taekvondoni o'rganaman. Demak, mana bu yerdagilarni o'qib chiqasiz. Qoyil, seshanbada nima qilasiz? Seshanbada ingliz tilini o'rganaman. Mana shunday yozib chiqasiz. Pauza qilib. Xo'p, keyingisi Minsu bilan Akirani suhbat ekan. Avval kuyirishigani issoyo. 5-oy 9-kunda vaqtingiz bormi? Kuyire musun yo'yreyo. 9-kun haftani qaysi kuni?
김요일이 파티가 있어요. 주말에 bazmimiz bor. Menio 김요일에는 약속이 있어요. kechirasiz, juma kuni uchrashuvim bor. Chunguhagu kachi, yomg'irib payo. Do'stim bilan birga kino ko'ramiz, debdi. Va yana bitta narsa, mana bu th harfi bor-ku, t harfi pachimda kelib, undan keyin i keladigan bo'lsa, bu harfimiz kati emas, kachi degan talaffuzni beradi. Bu pachimdagi harfimiz ch degan talaffuz beradi. Kachi degan talaffuzni beradi. Mana endi ot grammatikasiga keldik. Ot. Nega bu yoqda otni o'zini berib qo'ygan? Bu fe'l bilan sifatni tugallanishi. Xo'p, o'tgan zamon. Bu o'tgan zamon gapni o'rtasida ham kelishi mumkin. Gapni oxirida kelishi ham mumkin. Biz hozir sizlar bilan norasmiy ma'nosini ko'rib chiqamiz. Rasmiy ma'noda hali biz sifat bilan fe'lni ko'rmadik. O'shaning uchun faqatgina norasmiysini tushuntiraman bu yoqda. Ot, as-soyuv, o'z-soyuv grammatikasi. Shu yoqda yozaylik, to'g'rimi? O'z-soyuv. Keyinchalik xo'p anaqaga kelganda, rasmiyga kelganda, rasmiyni o'tgan zamoni mana bunday qo'shiladi deb turib, bu paytda ham xudo qolsa tushuntiraman. Buni funksiyasi ayu bilan bir xil bo'ladi. Qanday edi? O bilan tugaydiganlarga as-soyuv, hadali fe'llar he bo'lib has-soyuv bo'ladi. I bilan tugaydiganlarga nima edi? Ayo'da yo'yo qo'yiladi, to'g'rimi? Bu yoqda yo'soyo bo'ladi. Yo'soyo bo'ladi va oxirgisi qolgan hammasi o'soyo olish kerak bo'ladi. O'soyo oladi. Xo'p, mana birinchisi biz o'tgan safar kadani ko'rdik. Kada bormoq, to'g'rimi? Moq qo'shimchasi tushib qolibdi. Tushuntirdim, to'g'rimi? Ka bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun bitta a ni o'zini beramiz. Ikkita a bitta joyda shart emas. Ka bo'lib turib, s pachimga pastga tushib, passoyo bordim. Keyingisi oda kelmoq, moq qo'shimchasini tushirib, mana bu yoqqa yoniga ani, xo'p, ani qo'yib, pachimga soyoni tushirib qo'yamiz, mana bo'ldi. Tassoyo, vassoyo bo'ldi. Anta o'tirmoq, to'g'rimi? O'tirmoq, moq qo'shimchasini tushirib qoldiramiz, ani beramizda, ko'ryapsizmi? Funksiyasi bir xil, faqat soyo degan qo'shimcha qo'shishimiz kerak bo'ladi o'tgan zamon uchun. Endi hassoyo. Hammasi ayo'da qanday edi? Hayo bo'lar, to'g'rimi? Bunda hassoyo bo'lyapti. Bu yoqda nima qo'yilyapti? S harfi pachimga tushilyapti, bo'ldi. Xo'p, kunduxada o'qimoq, to'g'rimi? Kundu hassoyo o'qidim bo'ladi. Tushunali? Va i bilan tugaydiganlar nima edi? Kida, rida, kutmoq. Kida, rida, kutmoq. Kidari yo'q, kutyapman. Va kida, r bo'lib turib, yo'q qilib, ko'ryapsiz? Kidar yo'q qiladigan bo'lsak, bu kutyapman bo'ladi. Lekin xuddi shunday pachimga tushirib, bu yoqda soyo qo'shib, kidor yo'soyo kutdim degan bo'ladi. Keyingisi qolgan hammasi oyoq oladi. Bu narsani bilamiz. Mo'kda nima edi? Yemoqda moq qo'shimchasi tushib qolib, birinchi o'rinli o bo'lgani uchun o qo'yib, soyo bo'ldi mana. Mo'go soyo yedim. Xo'p. Uda o'rganmoq, moq qo'shimchasini tushirib qolamizda, uga o qolib, voga o'zgartiramizda, qardangidek. Pevosoyo o'rgandim bo'ladi. Bu narsani tushunmayotganlar bo'lsa, bizni tepadagi 3-mavzuimizni yaxshilab o'rganinglar. U yoqda ayo grammatikasi yaxshigina o'rgatilgan. O'sha narsani yaxshilab ko'rib, keyin bu narsaga qaytib kelinglar. Yaxshiroq tushuna olasizlar o'shanda. Xo'p, o'je bu hassoyo. Kecha nima qildingiz? Ko'ksimure kassoyo. Ko'ksimurga bordim. Shu Seuldagi savdo markaziga bordim, deyapti. O'je bu hassoyo. Kecha nima qildingiz? Chingurin mannassoyo. Do'stim bilan uchrashdim. Ko'nglim esa undan hassoyo. Parkda sport bilan shug'ullandim. Ko'rasiz? Undan qada sport bilan shug'ullanmoq, moq qo'shimchasini olib tashlab,
o'rniga hassoyoni shunday qo'yib qo'yyapti. O'zi pijaril mog'ossoyu. Kecha pitsa yedim. Boyagina mukdan tuslagandik, to'g'rimi? Bu narsani ham qilib ko'rasiz. Xo'p, to'satdan kutubxona. O'zi bu hassoyu. Kecha nima qilding? Bu yoqda to'satdan yozgan. To'satdan kassayu. To'satdanga bordim. Kayo grammatikasi bor, to'g'rimi? Ga boryapman, ga shu kelyapman, to'g'rimi? O'sha grammatikani faqat soya qo'shib o'tgan zamonga aylantirib qo'ygan bu yoqda. Kutubxonaga bordim va kutubxonada nima qildi? To'satdan esa chegil ilg'osoy. Kutubxonada kitob o'qidim deyapti. Ikkita o'qimoq. Ilgoyo o'qiyapman, ilg'osoyo bo'lsa o'qidim bo'ladi. Endi pastdagilarni xo'p yozib chiqishinglar kerak bo'ladi. Insadum. Insadum nima edi? Choy ichadigan joy. Demak, xuddi shunday. Kecha nima qilding deb savol berasiz. Nima qildingiz degan savolni berasiz. Insadumga bordim. Insadumda nima qilyapti? Choy ichyapti. Xuddi shunday. Ko'ksi molda yozib chiqasiz. Kannam yo'qdi, yozib chiqasiz bitta-bittalab. Keyingi grammatikamiz fe'lga qo'shiladi. Go grammatikasi. Bu xo'p, go grammatikani ikkita ko'rinishi bor. Hozir bu o'tayotganimiz birinchi grammatikamiz fe'lga qo'shiladi. Xo'p, fe'lga qo'shiladi. Ikkita gapni bir-biriga ulashda. Bir-biriga ulashda ishlatiladi. Ulashda ishlatiladi. Ikkita gapni bir-biriga ulashda ishlatiladi. Agar bunaqasiga aytsak, ikkita sodda gapni bitta murakkab gapga aylantirishda ishlatiladi. Bu grammatikamiz o'zbek tilidagi oddiygina ip degan qo'shimcha. Xo'p, kino ko'rib uxladim. Uyga vazifamni qilib, ko'chaga chiqdimdagi ip degan qo'shimcha. Bu bizda bor. Muammo yo'q-ku. Uliga ham, undoshga ham bir xil ketaveradi. Muammosiz. Xo'p, chumari bu hassoyo dam olish kunlarida nima qildingiz? Chingu hago kachi yonghua pogo shopping hassoyo. Do'stim bilan birga kino ko'rib, xo'p, shopping xarid qildim. Yana bitta narsani naqmabman. Xo'p, bu qanday qo'shiladi? Go grammatikasi qanday qo'shiladi? Shuni aniq qilib qo'yay. Go grammatikasi ulinlashga deb lekin qo'shilishini aniq qildim. Xudo ko'rmoq, to'g'rimi? Xuddi shunday moq qo'shimchasi tushib qolish kerak-da. Moq, ko'rmoqdagi moq qo'shimchasi tushib qolib, go qo'shilishi kerak. Shunda bo'lish kerak. Pogo, ko'rib bo'ladi. Agar ta qo'shimchasini qo'shib yozsanglar, qanday tarjima qilib ko'ringlar? Ko'rmoq ip bo'ladimi? Yo'q. Shunda pogo mana bunday bo'ladi. Ikkita o'qimoq, to'g'rimi? Ikkita o'qimoq. Va o'shandagi moq qo'shimchasini tushirib go qo'shamiz. Go qo'shamizda bo'lishi mana bunday kitob bo'ladi. Kitob o'qib. Bu narsani bilinglar, fe'lga faqat qo'shilyapti. Sifat yoki otga emas. Fe'lga faqat qo'shilyapti. Ko'rib, o'qib, tushunali, uliga ham, undashga ham bir xil ketyapti. Faqat nima? Moq qo'shimchasi, ta qo'shimchasini tushirib qoldirishinglar kerak bo'ladi. Keyingisi sukcheril hago televizionin payo. Uyga vazifani qilib, televizor ko'raman. Ko'ryapman yoki. Pabl mokko charil mashyosoyo. Ovqat yeb, choy ichdim. Basta. Molmondo hayo. Nimani birinchi qiladi? Poyu kachi yoki posoyo. Namuna bilan bir xil